sizlar bilan Peekaboo Smile o'yini bilan tanishib chiqamiz. The Long Bahaza New Game. New Game. Va tanishib chiqamiz qanaqa o'yin ekan. Fevral 2020-yil. Nima qilaman? Kim bu? Me. Dada. Bu kim? Bu sizmi? O, ana svitam bor ekan. Gapiring. Birata. Dada. Nima bo'lyapti? Nima qilamiz? Turaymi? Men yaxshi qo'ychog'im ekan bu. Nima bu gapirmayapti? Gapiramiz ekan. Bo'ldi. Yetdik. Nima? Ko'chada tashqarida nima bo'lyapti? Men buni ko'rishni xohlayman. To'xta. Buni gapirishdan to'xta. Nima bo'lyapti? Dadamizmi? Uzr dada. Mayli asalim. Men seni uzr so'rayman senga baqirganimdan. Dada, men uxlashim kerak. Men uxlamasligim kerak. Salam, men bilaman. Biladi? Biz o'ynagan o'yin nima haqida edi? Bu o'yinga ovoz beramizmi? Okay, dada. Albatta, hamma all right. Mayli. Sounds bu qaysi ovoz? Mushuk bu. Albatta mushuk. Yes, sweet. To'g'ri. Sen aqllisan. Nima? Davay, davom o'ynaymiz. Bu qaysi ovoz? Bu ovoz. Duck. Correct. To'g'ri. Sen shuning uchun sen judayam aqllisan, Salim. Yippi. Давай. Dog. You're right, maybe sen to'g'ri qilding. Meni chiroyli qizim. Sen judayam chiroyli qizsan. Ha. Bizni personaj qiz bola ekan. Siz judayam kulgilisiz dada. Yana o'ynaymiz. Okay. Nima bo'ldi ko'chada? Ko'chada rostdan nima bo'lyapti dada? Hech nima asada. O'yinni davomini o'ynaymiz. Qaysi ovoz? Kim?
Ya sen to'g'ri topding meni qizim. Oh, yana dada yana. Okey, bu qaysi? Mayli, bu qaysi ovoz? Bomba hammasi bir xil. Next. Asal meni eshit. Agar sen bu ovozni eshitsang, bu samolyotlar va bombalar. Sen xafa emassan, ha? Qachonki sen bu ovozlarni eshitsang, sen kulishing kerak. Ha, kulishing. Xuddi shunaqa kulishing kerak. Shunga boshlab kulishing kerak. Mayli dada. Yaxshi qizim. Nima? Qo'l portladi. Asali, sen qo'rqdingmi? Yo'q dada, men qo'rqmadim. Chunki men siz bilanman, sen bilanman, siz bilanman. Ha, Salim, men har doim seni himoyalayman. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman dada. Salim, keyin birga qilamiz. Seni Xudoyim asraydi. Xudoyim seni asraydi. Oying va men. Okey. Dada eshiting. Dada eshiting. Uchuvchi samolyotlar yana qaytyapti. Biz juda ham ko'p. طيارة لك في إحنا قصيدة المصحف كيف يضحك معه؟ Judayam ko'p oilalar bu bilan kurashdi, lekin kurashdi. Ular qaytib kelmadi. Sam balki o'sha Evan qamoqdadir. Ular bilishmaydiki nima sodir bo'lganini. Ular shunchaki tinch joyda yashash va osoyishta uyda yashashni. Peekaboo, smile. Do'stlar, bu o'yin juda ham zo'r. Ishoninglar. Ixlosozlaringlar.